to'g'ri bosdingmi kamera? Radnoylar Qarshi shaharga joylashgan Abizno yo'limiz Gulshan mahalla avtomobilda orqasidagi mahallada shunday kirganimizdan birinchi ko'chada joylashgan 7,5 sotik uyimiz sotilyapti. Kirishimizda mashina yer maydonimiz bor. Juda ham katta ko'rib turibsizlar. Uyimiz oldi fasadlari. Buni ko'rsatsa, bitta darazaxonaga kiramiz. Ikkita mashina qo'ygan joy bor. Uyimiz remont qilish kerak, lekin pishirishdan qurilgan. Buni buzib tayyorlamas, o'zini rekonstruksiya qilsa juda ham zo'r bo'ladi. Yana aytaman 7,5 sotik. Hovlimiz bo'layotgan ahvolda uyda hech kim yashamaydi. Qaranglar, bu tomonda 3 ta xona bor. Mana bu tomonda 2 ta xonamiz bor. Videoda ham ko'rsatamiz. Hammamiz mana bu joyda bitta kladovka joyi bor. Bu joyda ham xona qilib bemalol ishlashga bo'ladi. Tualetimiz mana bu tomonda oshxonamiz bor. Radnoylar jigarda mana shu uyimiz sotilyapti. Narxi $75,000 ekan. 7,5 soat. Tashqaridan joylari ham pishirishdan qurilgan. Ikkinchi etaj qilib ko'tarsanglar ham fundament ko'taradi. Qolini betondan qilingan. Gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Bu joyimiz Qarshi shaharda eng zo'r lokatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Takoy boy akalarim hammasi majmuada joylashgan. Radnoylar uyimiz kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yamiz. Qarshi shahardan danillatib uyqib yuraman degan niyatingiz bo'lsa, mana variant. Men sizga variantlarni ko'rsatishdan charchamayman. Profilni kuzatib boringlar, podpiska qilinglar. Kommentariyada mobilografim bilan men qilayotgan xatolarni yozinglar. Bizning xatolarimiz to'g'rilaymiz. Charchamaylar, hammaga danillatib qasr qilayotgan uylarni tilab qolaman. Sog' bo'ling.